Viloyatimiz hayotiga oid eng so'nggi voqea, hodisalar tafsiloti, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy yangiliklar, viloyat yangiliklari informatsion dasturida. Galdagi xabarimiz iste'molchilar huquqlarini himoya qilishga oid. Zarafshon shahrida istiqomat qiluvchi fuqaro Nazira Yusupova shahar markazida joylashgan maishiy texnikalar savdo majmuasidan tegishli rusumdagi muzlatgichni muddatli to'lov asosida xarid qilgan edi. Ammo yangi muzlatgichning muzlatish tizimida nosozlik mavjudligi ma'lum bo'ladi. Fuqaro muzlatgichni yangisiga almashtirib berilishida amaliy yordam so'rab, Raqobat qo'mitasiga murojaat yo'llaydi. Mazkur murojaatni o'rganish yuzasidan Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Navoiy viloyati hududiy boshqarmasi bosh mutaxassisi Ahror Azimov qisqacha ma'lumot berdi. Mazkur murojaat Raqobat qo'mitasining Navoiy viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqildi va natijada xizmat ko'rsatuvchiga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun talablari tushuntirilgandan so'ng Lareto Invest Team mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan fuqaro Yusupovaga nosoz muzlatgich xuddi shu markadagi yangi muzlatgichga almashtirib berilishi ta'minlandi. Ma'lumot o'rinda O'zbekiston Respublikasi iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga asosan nuqsonli tovar sotilganda iste'molchiga agar bu hol shartnoma tuzish paytida aytib o'tilmagan bo'lsa, tovarni ayni shunday markadagi tovarga almashtirib berish, tovarni boshqa markadagi shunday tovarga almashtirib uning xarid narxiga tegishincha qayta hisob-kitob qilish, tovarning nuqsonlarini bepul bartaraf etish yoki iste'molchining yoxud uchinchi shaxsning nuqsonlarini bartaraf etishga qilgan xarajatlarini qoplash, xarid narxini nuqsonga mutanosib ravishda kamaytirish, shartnomani bekor qilib ko'rilgan zararni qoplashga yoki o'shani talab qilishga haqli ekanligi belgilangan. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Navoiy viloyati hududiy boshqarmasiga birgina iste'molchilar huquqlarini himoya qilish yo'nalishida jismoniy va yuridik shaxslardan 2026-yil 6 oyi davomida 850 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan va ushbu murojaatlarning 82% ijobiy hal etilgan. Murojaatlar va o'rganishlar natijasida 15 milliard so'mga yaqin pul mablag'lari iste'molchilar va tadbirkorlik subyektlari foydasiga qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlangan.